Hali O'zbekistonda bunaqasi bo'lmagan 500 kilolik buqadan shashlik tayyorlaymiz. Buxoroning aynan shu joyda kuniga 500 kilolab yangi mol go'shtidan shashliklar tayyorlashar ekan. Oshpazlar har bir bo'lak go'shtini ehtiyotkorlik bilan sifatlisini tanlashadi va munchoqdek siflashar ekan. Shuning uchun bu shashliklar haqiqiy san'at asariga o'xshaydi. Eng qizig'i, boshqa restoranlardan topa olmaydigan noodatiy va o'ziga xos shashlik turlarini aynan shu yerdan topsangiz bo'lar ekan. Bu yerda yakro'g'an, Napoleon, file, kuskavoy, ko'fta, tovuqning bedroq qismidan turli xil sochni shashliklari mavjud ekan. Bu yerning fishkasi ko'ftada umuman qo'y go'shti va boshqa ortiqcha mahsulotlar ishlatilmas ekan. Agarda iftorlikni flagman restoranda o'tkazsangiz, noodatiy shashliklardan tashqari mazali vagori, jiz, viriska, manti, baliq kabi an'anaviy taomlardan ham bahramand bo'lishingiz mumkin. Shashlikning go'shtlari yumshoq, tishlashingiz bilan tabiiy go'shtni his qilasiz. Eng muhim, juda ham sochni va ishonchli. Shinam va qulay muhitda oila a'zolaringiz yoki do'stlaringiz davrasida ma'raka marosimlarini o'tkazish uchun ham ajoyib lokatsiyadir. Manzil Buxoro shahar eski Kanichka bozorining qarama-qarshisi yoki Xebeka bansining qarama-qarshisida joylashgan flagman. Bosh homiymiz Aysut sut mahsulotlari aniq lokatsiyasi va telefon raqamini Telegram kanalida qoldiraman.